Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 9-aprel haftani chorshanba kuni Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kuni ertalab 6 da bozor boshlanib, kunduzi o'sha 12 ga bozor bo'ladi. Hop, bu ayol qizlarning ko'ylagini narxini so'raymiz. Nech pul bular? 85 ming so'mdan ko'ylak lozim mana. Donagami bu? Dona ham pachka ham beraveramiz. Donaga ham pachkaga ham narxi bir xil ekan. Razmeri nechtalik? 46, 48, 50. 46, 48, 50 ekan razmerlari. Bunisi ham xuddi shu narsani rasvetkasi. Materiali nima buni? Toza shtampli. Siling. Silim shtampli ekan. Doing siling. Xo'p, bu ham xuddi shu narsani rasvetkasi mana. Bunisi ham shuni rasvetkasi. Xo'p. Bu tarafda ham shu narsani rasvetkasi bu ham. Mana bu yerda ham bor. Bunisi ham mana shu narsadan ekan. Yana qanaqalari bor endi? Bular nech puldan? Bular ham pachkaga 85 bo'ladi. 85 ming so'mdan ekan. Donaga nech pul? Donaga ham beraveramiz. Donaga ham, pachkaga ham 85 ming so'mdan. Materiali selim shtampi, razmeri nechtalik? 3talik. Nechidan nechigacha? 46 dan 50 gacha. 46 dan 50 gacha ekan bunisi. Bu ham shu edi razmer. Bunisi ham shu ekan razmeri. Zakazga qarab chiqartirib beraveramiz. Zakazga qarab chiqarib berishaverar ekan razmerlarini. Bular nech puldan? 100 mingdan. Bular 100 ming so'm. Donagami? Dona ham pachka ham bor. Donaga ham, pachkaga ham narx bir xil. Bunisi-chi qora. Bular 150 ming so'mdan. Nima deydi buni? Bilmando, toza shtamp. Bilmando mana toza shtampli ekan. Bular shu tepaligida o'zi ekan, ha? Qachon? Xo'p. Bularchi endi. Bularni narigilar rasvetkasidan shekilliga haligi 85 ming so'mlikda rasvetkasi rasa ko'p ekan mana. Donaga ham, pachkaga ham 85 ming so'm. Razmer 3 talikmi? 48 dan nechigacha? 50 ga ekan razmer. Mana sizlarga ayol qizlarning ko'ylagi ekan. Xo'p. Bunisidan ham bor ekan mana. Kattalarga ekan bu. Bu ham nech pul bu? 90 ming beryapmiz. 90 ming berishyapti. Bu tepalikda o'zi ekan. Uzun ko'ylak ekan bu. Buni razmeri 48 dan 50 turgacha. 48 dan 50 turgacha ekan. Bular 85 ming so'mga tepa pasi edi. Yangitda bunisini ham men rasvetkasi deb aribman. Tugmasi o'xshashganiga. Bu boshqa ekan. Mana bu narsalar bir xil narsalar. Xo'p, telefon nomeringiz 91lik 91lik 682 682 73 73 85. 85. Mana kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, keyin kechasi telefon qilmanglar. Xo'p, ichkarida ham narsalari rosa ko'p. Endi bugun havo endalik yomg'ir yog'ib turganligiga nima qilib qo'yishgan. Boshqa qalin kiyimlari ham bor keyin. Mana. Endi qalin kiyim kimgadir kerak bo'lsa yoki shuni sotmoqchi bo'lsa, kelishaverasizlar. Telefon nomerlari aytildi. Hop. Yaxshilab eslab qolasizlar. Mana Boboshbek bozoridan bir qator 219-do'kon. Kelaverasizlar mana.